Assalomu alaykum ahli jamoat, ahli TikTok zo'rmisizlar, jonlaringiz sog'mi? Men aqllilik qilmayman u. TikTokda bugun video ko'rdim. Rahmat. Bayroqda yurib, mana bu bayroqni ko'klarga ko'tardim. O'zbek o'g'loni bo'lsang ham, Tojikiston o'g'lonisan. Ko'klarga ko'tardim ukajon, Qurban trend. Gap yo'q. Lekin ukajon 14-yanvar de vatan himoyachilari deb salgina shoshib qo'ydim ukajon. Bizning vatan himoyachilar kunimiz 23-fevral ukajon. Prosta og'ziga jetgan bor, jetmagan borda. Keyin aytadi, "Onna falon kunim o'zbak deydi, o'zbek ham demay, o'zbak deydi. Endi de xizmat nakaragayda deydi videomda ko'rsa. Grexda Rossiyada gashtaga, Isuda gashtaga, Usuda Dahmarda ikara gashtaga deydi. Ro'zi artish xudmona namedona deydi. 23-fevral bizning g'alaba kunimiz. 23-fevral ukajon, bilmasang bilib qo'y. Men senga aqllilik qilmayman. Lekin o'zingni o'zing kulgaga qo'yma ukajon. Bizning vatanning anavsi 23-fevral. Agar kim men bilan za bo'lsa, bitta like, komment qoldirib ketamiz. Agar to'g'ri aytayotgan bo'lsam, noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, jonlaringiz omon bo'ladi. Barchaning xizmat qilmaganlar o'zi bildirib qo'yadi-da. Ko'p keyin nima qachonligini. 23-fevral bizning artish kunimiz, ro'za artishimiz. Bo'lsa bizniki emas, qo'shni davlat 14-yanvar bizda sevishganlar kuni deydi Tojikistonda ko'pincha. O'zbekistondagi vatan himoyachilar kuni 14-yanvar. Bizda 23-fevral ukajon. Bitib to'g'ri mashhursan, internetga chiqyapsan, lekin bunday qilmanglar uka. Obro'yni to'kmanglar, bor obro'y ham, yo'q obro'y ham shuncha bo'lsa kerak deyman-ku, obro'yni to'kmanglar. Agar gaplarim kimgadir qattiq tegib ketgan bo'lsa, jonlaringiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz vatan bachalari vatanga xizmat qilamiz. Ana shu bayram uchun.